Amir avtosavdoda yaxshi Nexia 2 kelib bo'lsa, mana men deganlar uchun Nexia 2 ni yaxshi kelib bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin. 2014-yil 1.6 Lux Base konditsioner kraska holati shu eshigida bor ekan, shopir eshigida, bitta krılosida petnosi bor, 230 ming kilometr masofani bosib o'tgan. To'rtta yaxshi balonda turibdi. Salonlarni ham ko'rsatamiz. Salonlari ham ideal holatda turibdi. Yaxshi chexoldan yerilgan, akkuratni ekan, torpeda shiplar ham urinib qolmagan. Ko'yindan tashab qo'yishibdi. Mashinaning tashqi ko'rinishida umuman qirilgan, chizilgan joylar ko'zim tushmaydi. Metan gazda установка bo'lgan. Hech qanaqa rasxodlari yo'q ekan. Yurish qismlarida ham hech qanaqa texnik ayblari yo'q dedi. Olishadi, inshaalloh minishadi. Dokument ham sizlar xohlagan hujjatni qilib berishadi. Bu 2014-yil 1.6 Lux Base konditsioner Nexia 2 egalar bilan narxini tortishib $5250 tushirib qo'ydik. $5250 tayyor Nexia 2 mashinasi. Egalar nomerlarini qoldiramiz. Bemalol